Assalomu alaykum, ismim Alibek. Yaqinda bo'lib o'tgan ACC F3, ya'ni Financial Accounting imtihonini 89 ball bilan muvaffaqiyatli topshirdim. Bu natijaga erishishimda ustozim Husniddin Nuriddinov va FCS Academy'ning yordami juda katta bo'ldi. Imtihonda tushgan savollarning deyarli hammasi darsliklar va revisionlar jarayonida o'tilgan savollar bilan deyarli bir xil bo'ldi. Shu sababli imtihon topshirish uncha qiyin bo'lmadi. O'zi ACC o'qishni tanlashimning asosiy maqsadim buxgalteriya va audit xalqaro kompaniyalarida ishlash. Bu maqsadimga kurs davomida erishdim. Hozirgi kunda yuqori mavqega ega bo'lgan Big Four kompaniyalaridan biri hisoblanadigan KPMG'ga amaliyotga qabul qilindim. Endigi maqsadim FCS Academy'da F7, ya'ni Financial Reporting kursiga qatnashib, xalqaro moliyaviy hisobot bo'yicha bilimlarimni yanada mustahkamlab olish. Bu sertifikat nafaqat kasbiy o'sishimga yordam berishiga, balki davlatimiz moliyaviy tizimini rivojlantirishiga o'z hissamni qo'shishimga ishonaman. Agar siz ham ACC kurslariga qatnashni istasangiz, FCS Academy'da o'qishingizni tavsiya qilaman. Imtihondan 85 balldan yuqori olganim sababli FCS Academy tomonidan 1 million so'mlik vaucherga ega bo'ldim.